Mavzuyimiz o'quv jarayonida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. O'quv jarayonida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish hozirgi kunda o'quvchilar va talabalarning o'qish jarayonini yanada samarali va qulay qilishda muhim o'rin tutadi. Bu texnologiyalar o'qituvchilarga darslarni masofadan turib o'tkazish, o'quv materiallarini taqdim etish va o'quvchilar bilan doimiy aloqada bo'lish imkoniyatini beradi. Masofaviy ta'limning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat. Birinchisi, erkinlik va moslashuvchanlik. O'quvchilar o'z vaqtlarini boshqarib, istalgan joydan va vaqtdan ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ikkinchisi, texnologik resurslar. Texnologik resurslarda onlayn darslar, video darslar, interaktiv materiallar va forumlar yordamida o'quvchilar o'rganish jarayonini yanada jonli va qiziqarli qilishlari mumkin. Uchinchisi, individual o'rganish imkoniyatlari. O'quvchilar o'z darajalariga mos darslarni tanlab olib va kerakli vaqtda o'zlashtirishlariga qaratishlari mumkin. To'rtinchisida, global axborot resurslaridan foydalanish. Bunda internet orqali turli xil resurslarga, masalan, ilmiy maqolalar, videolar va elektron kutubxonalarga kirish imkoniyatini taqdim etadi. Beshinchisi, bunda o'qituvchilar bilan interaktiv aloqalarni yo'lga qo'yish. Masofaviy ta'limda o'qituvchi o'quvchilar bilan onlayn chatlar, videokonferensiyalar yoki elektron pochta orqali muloqotda bo'lishlari mumkin. Bu esa bilim olish jarayonini yanada samarali qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, masofaviy ta'limda texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirishi, o'rganish samaradorligini yaxshilashi va ularga yanada kengroq imkoniyatlarni yaratishga yordam beradi.